Biz uyquga ketishimizdan oldin avvalo o'zimizni uxlagandek tutamiz, keyin sekin astalik bilan uyquga ketamiz, to'g'rimi? Ongimizga signal beradi. Bo'ldi, uxlaymiz deb. Va ong sekin astalik bilan unga bo'ysunadi. Orzular bilan ham xuddi shunaqa. Avval biz orzuyimizdagi narsalarni xuddi hoziroq bizning qo'limizda bordek tutamiz va unga shukr qilamiz. O'sha orzularingizdagidek uydasiz. Uy necha xonali? Xonalari katta-kattami, yorug'mi? Nimalar qilyapsiz o'tda? Ya'ni biz hoziroq ayni daqiqada o'sha orzularimizdagi hayotni yashayotgandek his qilamiz o'zimizni. Uning baxtini his qilamiz. Hoziroq shu daqiqada yo'q, holatingiz qanaqa? Analiz qilib ko'ring. Faqatgina bitta muhim tochka. Umid qilish kerak emas. Ishonish ham kerak emas. Bu bilish kerak. Aniq-tiniq bilish kerak. Qo'limiz bor, oyog'imiz butun, buni bilamiz. Oyoq qo'llarimizni borligini bilgandek bilish kerak. O'sha orzularimizdagi narsani bizning hayotimizda borligini va unga albatta yaratganga shukr qilish kerak. Qanday qilib bu holatga kelish haqidagi sirlarimni kursimda o'rgataman. Lekin ammo siz hoziroq boshlang, bilganingizcha.